suv o'tkazmas kross bo'lsa, shunaqa bo'lsin, ya'ni yumshoq ham bo'lsin. Ko'pgina oyoq kiyimlar suv o'tkazmaslik xususiyatiga ega, lekin yumshoq poshna bo'lmaydi. Ushbu qo'limdagi Kolumbiya oyoq kiyimida bo'lsa, bu xususiyat bor, ya'ni yumshoqqina suv o'tkazmas oyoq kiyim. Ya'ni o'sha yozgi oyoq kiyimlardagi qisman setkali, lekin suv o'tkazmas hamda yengil, yumshoq tishlari ham baquvvat. Ushbu modelda ikki xil rasvetkasini bugun sizlarga ko'rsatamiz. Qo'limdagi kulrang oq poshnali, ko'k poloskali, ko'k обработкали rasvetkasi hamda qop-qora rasvetkasi. Nima deysizlar? Dizayn Kolumbiya dizayni ozgina Salomonga ham o'xshab ketyapti. Poloskali ko'p ishlatadi Salomon ham va waterproof, ya'ni suv o'tkazmas. Kolumbiya brendi tushirilgan, kulrangi har xil och, to'q tonlari ishlatilgan hamda anaqa poloskalar обработка qilingan, oldi himoya qilingan qisman va tegidagi tishlar oldigi chiqib kelgan, orqasida ham qisman ko'tarilgan, ya'ni kopto sifat keyingi qadam olishga mo'ljallangan. Iplari poloska qilib o'tkazilgan, ya'ni X ko'rinishda emas va qorasini obzor qilganimizda примерно mana bitlarda ichi уже tikilgan, tili o'ziga, ya'ni ichkariga sovuqlik hamda suv kirishini oldini oladi. $119 sotildi ushbu rasvetkasi. Hozir ham bor ekan, qora rasvetkasi ham $114, ya'ni o'sha $120-110 atrofida sotilyapti. Tavsiya qilaman, chunki qaytaraman, hamma suv o'tkazadigan krossovkalar bunaqa yumshoq bo'lmaydi. Ushbu Kolumbiyaning zo'r xususiyati yumshoq ekan. Tavsiya qilaman.